58-chi masalani ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda mana shu chizma orqali berilgan ma'lumotlarda x ni nechta butun qiymati bor ekanligini aniqlashimiz kerak. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Demak, D nuqta AC tomonining o'rtasi ekanligi ko'rsatilgan va AB tomonni uzunligi 18 ga teng ekanligini aniqladik. 14 va 4. Endi AC tomonni o'rtasi D nuqta berilganligi uchun AB tomonni ham o'rtasini aniqlab olsak, AB tomonining o'rtasi keling mana bu yerda hozir chiziq o'tkazamiz. Xo'p, mana shu chiziqni o'tkazadigan bo'lsak, asosga parallel qilib o'tkazaman, o'shanda o'rtasi bo'ladi. Demak, mana shunday qo'ysak, parallel deb faraz qilamiz endi asosga, ya'ni BC ga. Bunda A nuqtadan mana shu o'tkazgan chiziqimiz mana bu nuqtasigacha bo'lgan masofa 9 ga teng bo'ladi va bu taraf ham 9 bo'lishi kerak. Bundan kelib chiqadiki, mana bu Y nuqtagacha bo'lgan masofa bu yer 5. Va uchburchak o'rta chiziqi bo'lganligi uchun bu asosning yarmiga teng bo'lib, bu 6 bo'ladi. Va bizda mana bu yerda bu sariq rangli uchburchakka e'tibor qilamiz va bu yerda uchburchak tengsizligini yozadigan bo'lsak, x ning qiymati 5 va 6 lar yig'indisidan kichik va 5 va 6 ning ayirmasidan, ya'ni musbat ayirmasidan katta. Ya'ni x 1 va 11 orasida ekan. Nechta butun qiymati bor deganligi uchun sanaymiz. Ya'ni 2 dan boshlanadi bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 ta, 6 ta, 9 ta. Mana javob. Xo'p, keyingi masalani ko'ramiz. Keyingi masala 59-chi. 59-chi masalada chizma berilgan va chizmadagi ma'lumotlarni ko'ryapmiz. Va bu yerda alfa burchakning 90 gradusdan kichik ekanligi aytilgan. X ni eng kichik butun qiymatini topishimiz kerak. Demak, x butun son ekan va biz eng kichik x ni topishimiz kerak. Xo'p, buning uchun xuddi oldingi masaladagiga o'xshatib, ya'ni A B tomonni o'rtasini aniqlab olamiz. Ya'ni bu 10 va 4 bo'lgandan keyin 14 va uning o'rtasi 7 bo'ladi. Mana shunday o'tkazsak, uchidan A uchidan mana shu yergacha bo'lgan masofa 7 bo'lsa, demak qolgan ham 7 bo'lishi kerak va bu Y'dan B'gacha 4 bo'lganligi uchun mana bu 3 bo'lishga majbur va uchburchak o'rta chiziqi bo'lganligi uchun asosli yarmiga teng va bu yer 5 bo'ldi. Endi oldingi masaladan nima farqi bor buni? Oldingi masaladan farqi shundaki, bu yerda burchak haqida gap bor. Ya'ni mana bu BC va mana bu D nuqtadan chiqqan qizil rangli chiziqlar parallel bo'lganligi uchun, demak bu yerdagi burchak ham alfa bo'ladi va u 90 gradusdan kichik deyilyapti. Agar men pastdagi burchakni ham belgilasam, demak bu yerdagi burchak biror bir fi bo'ladigan bo'lsa, bu 90 dan katta bo'ladi. Chunki ikkalasining yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Masalan, 90 dan kichik 89 ni oladigan bo'lsak ham bunisi, ya'ni men belgilagan fi burchagi 91 bo'ladi. Demak, bu o'tmas burchak. Endi xuddi shu boyagi rasmga o'xshatib, mana bu yerni sariq qilib oldik burchakni, uchburchakni. Shu sariq uchburchakda qaraydigan bo'lsak, x tomonni qarshisidagi burchak o'tmas burchak bo'lyapti, ya'ni 90 dan katta. Demakki x eng katta tomon bu yerda 3 va 5 lardan katta bo'lishi kerak va mana shu uchburchakning eng katta tomoni qarshisidagi burchak o'tmas bo'lganda, uchburchakning o'sha tomonining kvadrati katta bo'lar edi
qolgan ikkita tomonlarning kvadratlari yig'indisidan va x ning kvadrati katta bo'ladi. 9 ga 25 qo'shsak 34 bo'lyapti va 34 dan ildiz chiqaradigan bo'lsak, bu 6 bo'lishi kerak. Agar 6 chiqadi deb hisoblaganimizda bu 36 bo'lishi kerak edi. Demak, 6 ga yetib bormaydi. Ya'ni 5 dan katta qandaydir son chiqadi. Mayli, uni izini yozib o'tirmadim. Endi x ning qiymatlari 5 butun nechidandir katta bo'lar ekan va 6 dan boshlanadi butun son. Ya'ni 6, 7, 8 va hokazo. Xo'p, demak bizda eng kichik qiymat so'ralganligi uchun 5 dan katta bo'lgan eng kichik butun son bu 6 bo'lar ekan. Mana bu javobimiz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.